Bugun men medik safarga keldim, hozir uni abzor. Medik safariga keldim. Sizlarga kelishni tavsiya qilaman. Qani endi kiramiz. Ketdik. Juda zo'r ketyapti. Endi qadara. Chiqamiz. Sizlarga bolalarni tavsiya qilamiz. Ketdik. Juda bu boshqacha sevib. U yerda qarasangiz, u yerda boshqacha sevib. Haqiqiy manzara. Va uylar ketdi. Gullarni qarab, wow. Gullar juda ham zo'r ekan. Menga qara, ichkarini qara. Wow, juda ham zo'r narsalar ekan. İçkarini. Bu tabiat, mo'jizalar seni his qiling. The most magical place in Canterbury, SCA. Bu chiroyli xarita. Bu medik safarining eng chiroyli xaritasi. Sizlarga tavsiya qilamiz. Qani ketdik. Voy, yulduzlar yo'lagi, buni qarang. Bu haqiqiy fantaziya. Buni qilgan odamlarga kamida 10 soat ketgan bo'lsa ham kerak. Buni qarang. Ular aylanmoqda. Ana hozir boramiz. Yana ko'rib turibsizlar, ikkita toshbaqa yotishini, ana. Soyada maza qilyapti. U haqiqiymi bilmadim. Hozir yana borib ko'ramiz. Qaragan tabiatga keladi, sizga xarita beriladi, xarita orqali hamma hayvonlarni joyini ko'ra olasiz. Qani ketdik. Bu yerda qayiq bor ekan. Qani ketdik. Yo'q. Afsuski kirish mumkin emas ekan. Va bu toshbaqalar yasalgan ekan. Biz haqiqiy deb o'ylagan edik. Mana ko'rib turibsizlar. Yo'q, haqiqiy ekan. Hozir ko'zini yumib ochdi. Yo'q, bu haqiqiy mo'jiza. Toshbaqalar juda sekin bo'ladigan rost ekan. Chunki qimlamayapti. Chunki sekin bilmadim. Qaranglar. Juda ham chiroyli toshbaqa. Bu haqiqiy ekan. Bular haqiqiy emas. U yerda odamlar ovqat beryapti. Ona bitta qarang, bitta suryapti. Yo'q, ana toshbaqa yuryapti. Toshbaqa. Bu haqiqiy. Bariga tunjilyapti. Sta. Yotma. Wow. Dinozavr dog'ini ochdi. Toshbaqa haqiqiy. Juda ham qarib qopti. Toshbaqa o'zi tez qaraydi. Toshkentnosaurus Yura davrida hozirgi Toshkent hududida yashagan ulkan o'txo'r dinozavr. Ular tuyaqushlarning bahaybat ajdodi hisoblanadi.
Mana shu ekan. Bu chiroyli yana zavrcha. Wow. Bu suyak emas. Yasalgan. U yerda esa Yasagan bo'lsa kerak-da. xuddi o'shanga o'xshatib yasashibdi. Kel. Wow, ushlab ko'rmaysan? Yo'qmi? Haqiqiymi? Haqiqiymi? Ha. To'xtang. Bilarmidingiz? Dada o'qitganda. Bilarmidingiz? Tuyaqush. Tuyaqushlar dunyodagi eng yirik qush bo'lib, ularning bo'yi 207 metrgacha, vazni esa 150 kilogrammgacha yetishi mumkin. Ular soatiga 70 kilogrammgacha tezlikda yugura oladi. Tuyaqushlar 1,5 kilogramm keladigan dunyodagi eng katta tuxumni qo'yadi. Tuyaqushlarning Tuyaqushlarning 50 gradusgacha issiqdan 10 gradusgacha sovuqgacha bo'lgan haroratlari bardosh bera oladi. Tuyaqushlar yovvoyi tabiatda 40 yilgacha hayvon bog'larida esa 50 yilgacha yashashi mumkin. Mening ismim Jasmina. Magi safarida hayvonlar himoyachisiman. Mening asosiy vazifam deb o'zimni qo'shib ketdim, lekin unaqa emas. Mening ismim Johir Reyan. Magi safarida hayvonlar bilarmidingiz kengurular? Kengurular soatiga 60 kilogramm tezlikda sakrab harakatlana oladi va bir sakrashda 8-9 metr masofani bosib o'tishi mumkin. Voyaga yetgan qizil kenguruning bo'yi 2 metrgacha yetadi va og'irligi 90 kilogrammgacha bo'lishi mumkin. Ular bir necha kun davomida suv ichmasdan yashay oladilar. Chunki o'simliklar ardan namlikni so'rab oladi. Kenguruning kuchli tepishi 850 funt, taxminan 385 kilogramm bosim kuchiga ega bo'lib, yirtqichlarga jiddiy jarohat yetkazib oladi. Urg'ochi kengurularda embrionlar dipausa deb ataladigan noyob xususiyat mavjud. Bu homiladorlikni to'xtatib turishi imkonini beradi, to'r va bo'shamaguncha. Qani, endi ichkariga kirib tomosha qilib ko'ramiz. Qani ketdik. Bu ham yasalgan daraxt ekan. Qo'rqma. Bu yerda oyna bor ekan, yo'q ekan. Qani ketdik narki oynaga. Oho. Ana hayvon. Ketdik. Ana kenguru. Telegram qo'ying. Men telegram ustingizga nima narsa qo'ymaysiz? Mana vaqtdan bitta olasizmi? Qaramayman, shoqtiraman. Ishlab ko'rsa bo'ladimi? Ma'qulmi? Bana sabzi versin diye. Hadi. Bari. Ana ketdik. Şu an zaman aşağı gidelim. Şu. Menga bering. Va. Tabii sen. Qochib tur. Bu bolasiga ham olib berishdi. Pochi.
Qolgan bermadinglar? Qolgan boshqa ham berishdi bo'lar ekan. Bo'lar. Voy.